Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 23-martdan 26-martgacha ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahri va viloyatida 23-mart kuni bulutli ob-havo kuzatiladi. Ayrim joylarda yengil yomg'ir yog'adi. Shamol 6-10 metr/sekund tezlikda esadi. Kunduzi 14-17 daraja iliq, kechasi 7-9 daraja iliq bo'ladi. 24-mart kuni bulutli ob-havo kuzatiladi, yomg'ir kamayadi. Shamol 5-9 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15-18 daraja iliq bo'ladi. 25-mart kuni ochiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Shamol 4-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17-20 daraja iliq bo'ladi. 26-mart kuni quyoshli ob-havo kuzatilib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 3-7 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20-23 daraja bo'ladi. Farg'ona vodiysida, ya'ni Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida 23-mart kuni qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol 5-9 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 13-16 daraja atrofida iliq bo'ladi. 24-mart kuni quruq ob-havo kuzatiladi. Shamol 4-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15-18 daraja iliq bo'ladi. 25-mart kuni ochiq ob-havo kuzatilib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 4-7 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17-20 daraja iliq bo'ladi. 26-mart kuni esa quyoshli ob-havo kuzatiladi. Shamol 3-6 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20-22 daraja iliq bo'ladi. Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida 23-mart kuni ayrim hududlarda yomg'ir yog'adi. Shamol 6-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 14-17 daraja iliq bo'ladi. 24-mart kuni yog'ingarchilik kamayadi. Shamol 5-9 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 16-19 daraja iliq bo'ladi. 25-mart kuni ochiq va quruq ob-havo kuzatilib, shamol 4-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 18-21 daraja bo'ladi. 26-mart kuni quyoshli ob-havo kuzatiladi. Shamol 4-7 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20-23 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida 23-mart kuni yomg'irli ob-havo kuzatiladi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 15-18 daraja iliq bo'ladi. 24-dan 25-mart kunlari qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Shamol 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17-20 daraja iliq bo'ladi. 26-mart kuni ob-havo ochiladi. Shamol 4-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 20-23 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida 23-mart kuni quruq ob-havo kuzatiladi. Shamol kuchli 8-13 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 14-17 daraja bo'ladi. 24-dan 26-martgacha ochiq ob-havo kuzatiladi. Shamol 6-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 17-22 daraja bo'ladi. Xorazm va Qoraqalpog'iston Respublikasida 23-mart kuni quruq ob-havo kuzatiladi. Shamol kuchli bo'ladi. 9-14 metr/sekund. Harorat 13-16 daraja iliq bo'ladi. 24-dan 26-martgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 16-22 daraja iliq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.